4-chi bob. Biroq Xudoning oromligidan bahramon bo'lish to'g'risidagi va'dasi biz uchun inovatlikdir. Shunga oramizdagi birarsining tushib kelishidan ehtiyot qilayli. Xudoning oromligi haqidagi bu xush xabar xuddi cho'ldagi Isroillarga anlatilgandek bizlarga anlatildi. Lekin ularning anglaganlari e'tiqodi bilan yo'g'rilmaganlikdan ularga hech qanday foydasi bo'lmagan edi. Biz e'tiqodchilar bu oromlikdan bahramon bo'la olamiz. Lekin ishonmaganlarga kelsak, dal Xudoning aytganidek, shunga g'azablanganimda qasam qilganimdek, ular oromligimdan hargiz bahramon bo'la olmaydi. Xudo dunyoni yaratgandila hamma ishni tamomlagan edi. Chunki yaratilishning 7-kuni haqida muqaddas yozmalarning bir oyatida mundaq deyilgan. 7-kuni kelganda Xudo yaratish ishini tamomlab orom oldi. Demak, Xudoning oromligi allburun mavjud edi. Biroq yuqorida aytilgandek Xudo ular oromligimdan hargiz bahramon bo'la olmaydi degan. Buningdan bilamizki, Xudoning oromligi to'g'risidagi bu xush xabarni avval anglaganlar Xudoga itoatsizlik qilganligi uchun oromlikdan bahramon bo'la olmadi. Lekin bu oromlikdan cho'qim bahramon bo'la oladiganlar bor. Shuning uchun Xudo ana shu oromlikdan bahramon bo'la oladiganlarni ko'zda tutib, uzoq vaqtdan keyin ma'lum bir kunni bugun deb bekitib, burun aytgan tuvandagi so'zlarni Davud podsho orqali Zaburda ya'ni aytgan. Bugun Xudoning ovozini anglaganinglarda johillik qilmanglar. Agar Xudoning oromligi ajdodimiz Yashu Isroillarni Xudo berishga va'da qilgan Qanon zeminiga boshlab kirgandagi oromlik bo'lsidi, Xudo keyin yana oromlik haqida to'xtalib, bugun demagan bo'ladi. Qisqasi, Xudoning 7-kunidagi oromligi Xudoning o'z bandalarini kutib-atidi. Xudoning oromligi kirguchilar xuddi Xudo dunyoni yoritish ishidan orom olgandek o'zlarining ishlaridan orom oladi. Shunga Xudoga ana shu Isroillardek itoatsizlik qilib, yiqilib tushmasligimiz uchun har birimiz bu oromlikdan bahramon bo'lishga tirishayli. Xudoning so'zi hayoti kuchga ega bo'lgan unumlik so'zdir. U har qandoq qo'sh bisliq qilishdanmi ishtik bo'lib, jon bilan ruhni, yirik bilan bo'g'imlarni bir-biridan ayirib o'tkirlik bilan kishilarning ko'ngliga kirib, ularning yoshurun arzu havas va o'y fikrlarini fosh qiladi. Xudodan yoshnalaydigan hech qandoq mavjudot yo'qdir. Biz hisob beradigan Xudo oldida hamma narsa ochiq oshkordir. Xudoning o'g'li Ayso Masih bizning erishga chiqib ketgan ulug' bosh ruhoniyimiz bo'lg'ashqa, e'tirof qilgan e'tiqodimizda ching turayli. Chunki bizning bu bosh ruhoniyimiz ojizliklarimizga hesdoshlik qilmay qolmaydi. Umu bizga o'xshash har xil sinoqlarga duch kelgan, lekin gunoh sodir qilib boqmagandir. Shunga yuragimiz to'q holda mehr shafqatlik Xudoning
taxtiga yaqinlashayli. Buning bilan Xudoning rahim shafqatiga erishib, ehtiyojliq vaqtimizda yordamga ega bo'la olaymiz.